Əynəkdəki ə. Bu hərfning talaffuz qilinishi mundaq. Ə. Əmdi bu hərfni öz içiga algan misollarni ko'rib o'tamiz. A'ning ayrim shakli. Misol atlas. A'ning ayrim shakli. Misol daftar. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol palay. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol mash'al. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Atlas. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Daftar. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Palay. A harfining ayg'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Mash'al. A harfining ayg'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ni, a, na, ti, a, ta, ata, a, na, ana, a, ta, ata. Elgi keraklik avlod bo'lamiz. Mehrini to'kib, berib ko'p bilim. Savatliq qildi bizni muallim. Elgi keraklik avlod bo'lamiz. Tirishib a'la o'qib har doim.